Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz mana YouTube'da chorvachilik yo'nalishida o'z ish faoliyatimizni boshladik. Sizlardan bir iltimos, bizni kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha biz ham shu sizlarga bir o'zimiz bilganimizni ulashib, yo sizlardan shu biz bilmasak boshqalardan olib shu sizlarga yetkazish harakatida bo'lamiz. Mana biz ham hozir mana Simmental Hybrid, Greenford Hybrid bo'zalarimiz mana bularda 3 oy burun olganmiz. Kuniga 10 mingdan yem yebdi jonivorlar. Bizni bu yemimiz mana Siliosga mana shu shakallarni aralashtirib beramiz. 3 oy davomida bularga kepak kunjani aralashtirib bermaganmiz, faqat o'zini berganmiz. Bu qishda, bu yanvar oyida sazini pishirib, kepakka aralashtirib atala qilib qo'shib berdik. U nimaga qilganmiz? Sababi u sabzi juda foydali ekan bu yosh bo'zaklarga. U yaxshi o'sishiga yana ham yaxshi foyda bo'lagan. Sabzi yegandan keyin jonivorlar yaxshi o'sib, ancha qo'shdi o'ziga. Hozir mana 3 oy bo'ldi bularga endi mana Silios shakalda endi kepak kunchardan oz-ozdan qo'shib beryapmiz. Xudo xolasa yaxshi natija bo'lyapti, yaxshi o'zgaryapti mollar. Hozirgi paytda shu 300 kiloga borib bormay shunaqa atrofida bular. Bir xilgisi jinda oshiqroqdir, bir xilgisicha pastroq. Lekin yaxshi keng, yaxshi bo'zaklar xudo xolasa. Jonivorlar. Bu mollar manaqaga endi shu 1 yildancha oshiqroq baqilsa shu yosh bo'zaklar shu 250 kilo tiriga shunaqa atrofida mollar. 1 yil davomida baqilsa ular shu 600 kilo atrofida bo'lib ketar ekan shu parodalar. Shu Greenford, Anguslar yana baqishga bog'liq. Endi kimda qanaqa. Mana biz ham xudo xolasa yaxshi niyatda qilib oldik, mana yaxshi ketyapti jonivorlar. Biz bularga mana 2 mahal yem beramiz, ertalab kech payt, abitda suv beramiz. Bu ash ertalabki misol 1 mahal yemimizga bu tog'oramizda 2 tog'ora Silios, bu paqirimizda mana 1 paqir padbor, keyin ikkinchi paqiri mana somon qilib aralashtirib beramiz. Hozir mana 1 tog'ora Silios bilan 1 tog'ora shakallar deyishyapti. Bunga kunjara kepak ozdan qo'shamiz, oz-ozdan qo'shib beryapmiz. Ammo bularni yeb olsa, keyin bu ikkinchisini qo'shib aralashtirib beramiz. Jonivorlar yaxshi, xudo xolasa. Mana ko'rinishlari ham ko'rsanglar bo'ladi. Keng yaxshi bo'zaklar. Yerga yaqin, oyoq qo'li baquvvat keng bo'zaklar. Sizlar ham o'zingizlar qanday holatda baqishinglar, usullarini bir kommentariyaga yozib, fikrlar bildirib ketinglar. Agar misol biz bir noto'g'ri bir nimada qilayotgan bo'lsak, balki shu sizlarning kommentariyalar o'qib, shu bilan yana ham yaxshi natija bo'lar. Shunaqa qilib, xudo xolasa bir-birimizga ulashib, bir maslahatlashib boramiz. Kalmik bilan Simmental Hybrid paroda, endi meni fikrim shunaqa deb olganmiz. Bu jonivor ham kelganiga shu 40 kuncha bo'lib qoldi. Yashurdan chiqdi. Bu hozir xudo xolasa yaxshi ketyapti o'zgarishlari. Bunga ham shu Silios, bunga ozroq sho'rxa qo'shamiz, keyin shu shakallar qilib, kunjara kepakni dadilroq qilib beramiz bunga mana. Ko'rishdan mumkin. Yemi yaxshi, jirli. Endi hozir kurak yoryapti, jonivor tish tashlagan. Shuni hisobiga salmoq yeyishdan chashi chimchimroq bo'lib qoldi. Xudo xolasa u 1-2 kunda o'tib ketadi, yaxshi yana o'ziga qaytib qoladi. Bunda ham yaxshi o'zgarish. Bu kalmik paroda ham sifati ancha yaxshi bo'lar ekan. O'zgarishi ham xudo xolasa yaxshi bo'lar ekan ular. Keyin men eshitishim bo'yicha bu hali Angus parodalarni shu ko'proq shu kalmik sigirlarni tug'dirib ko'paytirish ekan. Sababi bu kalmik parodani bu sigirlari hali parvarishga ancha yaxshi bo'lar ekan. Shu hali Angusni nima qilib yaxshi parvarish qilib ekan, tishini ham ko'rinmay qoldi. Jonivorlar. Bu ham hozir shu 450 kilo atrofida shu bosib borsa ham kerak. Shu trivazna shunaqa atrofida. Shu qo'yib olib qo'rada baqamiz. Bu ham shu kichikroq jonivor, bular sherigi. Bu o'zi olinganda ham kichikroq edi. Endi hozir yaxshi, bu ham o'zi kelib. Endi buni ajratib qo'yganmiz, shu ichida bor sheriklarni usib qo'yayotgan kichikroqligiga. Keyin bu mollarni biz qo'yib olib shuna qo'ra qilib baqamiz o'zi, bunday
baylangan, ammo hisoblab olib ketilgan, shu baylaydigan qilib sharoit qilingan. O'zi asli lekin shu kichkinalarni olib qo'yib yuborib, shunaqa qilib baqyapmiz. O'zi qo'yib yuborib baqsa, shunda natija ham yaxshi bo'lar ekan. Jonivorlar erkin bo'lib, yaxshi kengda yurib, o'sib, shunaqa qilgan. Keyin orqada bir hovlimiz bor, shu yerga ham chiqaveramiz. 2-3 kunda bir, shu tagini tozalaganda. Unda ham bir yayrab, maza qilib o'ynashib oladi. Bu yosh mollar shu keng yerda shu yurib tursa, shunda o'zgarishi ham yaxshi bo'lar ekan. Sizlarga ham shuni endi aytib o'tamiz, endi bu o'zimizning fikrimiz. Mana jonivorlar shu semental gibrid, shunisi semental qonda bo'lsa kerak. O'zi bulardan sheriklar qaraganda ham biroz shu bo'ylari ham balandroq, iliklari ham qo'pol, keng bo'zak. Ishlari ham zo'r jonivorlarni. Biz bu endi hammada har xil, endi bizda shu ko'p paroda mollar juda yaxshi ama, shu paroda baribir yaxshi bo'ladi. Hali Qirg'izdan ko'ra ham paroda, ammo shu semental, Greenford, Anguslar ancha yaxshi natija bo'lar ekan bularda. Biz ham oldin qirg'iz baqardik asosan, mana hozir shu paroda ko'paygan hisobiga paroda olib bir baqib ko'rdik. Yaxshi parodada natija yaxshi bo'lar ekan. Mana bu jonivorimiz ancha keng. O'zi 300 kiloga borib bormish, 300 kilo atrofida, lekin yelkalari ham ochilgan, yoldigan ko'rsizlar ular. Bular ham ancha keng, yaxshi. Paroda baribir yaxshi bo'lar ekan.